Sergeli atrofidan novostroyka qidirganlar bo'lsa, mana shu variant bitta ko'ringlar-da. Remontlarni juda ham sifat bilan qilishgan, uncha odamni yuragini jizillatib yoradigan 104 kvadratli mana shu novostroykamiz deyarli hamma mebel texnikasi bilan birga 139 ming dollarga sotiladi. Ya'ni bugungi manzilimiz Sergeli 3A kvartali, Orientir Elite House novostroykasi, old taraflama katta disk plashatkalari bor. Mana shu domimizning 3-etajidan 104 kvadratli kvartirani ko'rsatib beraman. Planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Kirishimiz bilan chap qo'lda chiroyli shkoplar yasatilgan. Hammasi eng sifatli oxirgi modellarda qildirganman deyishyapti. Kuxnyani ham ko'rasizlar, kattagina razmerda. Dars yuradigan bo'lsa, o'rtada zal, mehmonxona joylashgan, derazalari bor. Bu yoq tarafda bo'lsa, bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Polniy komplekt holatida. Va bu yoq taraf kattali yotoqxonasi, o'zini balkoniga ega bo'ladi. Plus alohida sanuzullarni ko'rishimiz mumkin. Zo'r tarafi bu kvartiramizda 3 ta sanuzulga ega. Bu yoq tarafda hojatxona joylashgan bo'ladi va bu yoqda 3-sanuzulni ko'rishimiz mumkin. Umumiy qo'rilgan va bu yoqda 4-xonamiz, kattali yotoqxonasi. Ko'rib turganinglardek 4 xonali kvartiramiz bo'ldi. Eslatib ketaman, deyarli hamma narsani tashlab ketamiz deyishgan. 139 ming dollar, hali kelishiladigan joyi bor. Pastdagilar nomerini qoldiramiz.